Kislotniy smevka va 4 ta texnika kursini sotib olganlar uchun bunaqa dushanba kunlari dars o'tilmaydi. Ular ozgina vishi uruvirroq o'zi koloristikani ancha o'rganib qo'yganlar uchun 4 ta texnikani sira sotib olsanglar ham bo'ladi. Unaqa o'rganib bormasdan turib olsanglar ham tushunasizlar, lekin ularda ham dushanba kunlari dars o'tib bermayman. Unda siz qilgan ishlaringizni ko'rsatasiz menga, video отчетini jo'natasiz, men sizga sertifikatingizni tashlab beraman. Lekin noldan koloristikani boshlab o'rganib boshlaganlar, ya'ni Rayna matematikasida o'qib turganlar podдержка qilish uchun har dushanba shunaqangi darslar o'taman. Chatda ham kim qanaqa ketyapti, qanaqa o'rganyapti, klient bilan qanaqa ishlayapti, o'rgangan darsini qanday qilib ishida tatbiq qilib oldi. Mana shu narsalar. Undan tashqari ertaga video darsliklardan tashqari men bitta boshqacha mavzular o'tib beraman. Zo'r bo'ladi. Kim yozilmoqchi bo'lsa kurslarga direktdan. Xayrli oqshomlar. Hozirgina Rayla matematikasi onlayn koloristika kursini o'quvchilari uchun har dushanba bo'ladigan darsimni o'tib tugatdim. Qizlar hamma joylardan turib o'qishadi. O'zbekistonning turli chekkalaridan, chet ellardan turgan qizlar bor. Hamkasblarimni qo'llab-quvvatlashga har doim tayyorman, bilasizlar. Salkam 2 soat onlayn chatda dars o'tibman. O'zim maza qilib chiqaman. Bugun ularga kokteyllarni tushuntirib berdim. Qanaqa tayyorlanadi, nima qilinadi, qanaqa sochga kokteyl qilinadi, qanaqa kraskalar podbor qilinadi. Mana shu mavzularni o'tdik va undan tashqari birinchi mavzuyimiz bizni shaxsiy brend yurgizish edi. Ya'ni Instagram bilan, ijtimoiy tarmoqlarda, undan tashqari klientlar bilan qanaqangi kommunikatsiyada bo'lish kerak. Mana shular haqida qizg'in dars o'tdim va bu juda ham zo'r bo'ldi. Ular ham maza qilib qatnashdi. Zo'r bo'ldi.